Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Zamchik. Men anchadan beri video olmay turgandim. O'shanga o'ta yangi video olishga qaror qildim. Level oshgan sari juda zo'r moblarga aylanib boramiz. Ana bu bo'lmasa. Men 26 versiyaga o'tishga qaror qildim. Yangiladim Minecraftni. Ko'rib chiqamiz Minecraftga kirib o'rganib anchadan beri Minecraft ham o'ynamagandim. 100 kun yashab qola olsam, menimcha bu ko'p video bo'lsa kerak. O'shanga nikimda ham o'zgartirishga ulgurmadim hali. O'shanga qanaqa mob bo'lamiz? Hali o'zim kirib ko'rganim yo'q. Mod qo'shilgandan keyin juda katta xursandchilik bilan birinchi sizlarga yetkazay deb kirdim. Endi bu versiyada hamma narsa bor, hatto qo'zichoqlar ham kichkina bo'ladi, kichkinalashganlar ham bo'ladi, asalarniki ham bo'lar ekan. Vashi qiziqarli tulkilardagi shunaqa narsalar, mishiqlardagi vashi kichkina bo'lar ekan. Yoqimtoy ko'rasizlar hozir. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki biz yaqinda 1000 ta bo'lamiz. 8 ta bo'lganimiz uchun hammaga rahmat. Endi o'zim ko'rib ko'rmagandim. Hali nima endi bu? Maytni bosamanmi men? Qadariga la'nat. Bizni o'g'irlashdi, ey. Bizni aldashdi menimcha. Qishloqni oldiga boraymikan? Aka nima gap? Tushunmadim-da. Eshik ochilamish etti hozir. Bitta yarashim kerakmi men? Qayerdan chiqib ketaman? Qayerdan chiqib ketaman ekan? Ye. Tushunmayapman-ku bunga men. Hozir unda cho'chqan tovushim kerak menimcha. Men hozir nimaman? Evet. Endi kimda o'zgartiribman. Mana. Go'ja, biz chiqib oldik mana. Qanaqadir joylardaman, g'alati va shay. Nima qilyapsan-ji? Bizda g'alati va shay Minecraft. Oh my god, voy biling. Biz bilan olib ko'ramiz. Yo'q, hammasi yarmini olamiz. Demak, bulardagi olamiz branjiliklarni bo'lib qolmasligimiz uchun albatta. Men hali Minecraftni nima qilgan? Nima? What? Cho'chqamanmi men? Voy kot. Zo'r. Cho'chqa g'alatiroq yuramikan deyman-da. Hozir o'zim hali ko'rib chiqqanim yo'q Minecraft. Qaranglar, g'alati narsalar qo'shilib ketdi. Ayniqsa mana bu pechkaga nima qilgan? Pechka emas, anaqa suv qo'yadigan bo'lsa kerak. Nima qilyapti u? Yomma-yo. Endi tutun nima bo'lar ekan? Harakat alagi tepasida narsa bo'lsa to'silib qolar ekan tutun. Yaxshi, miya ishlabdi. Sal qotyapti. Uzr, o'sha nima yangilaganimga menimcha qotyapti. Hali tozalab borganim yo'q.
Endi men daraxtga olib, hozir menimcha 10 kundan keyin yashashni boshlasam kerak. Yo'q, o'yinchoq qilib Men shu 100 kun yashalamanmi degan savol qiynayapti. Yasha olsam, sizlar like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Buni ko'ramiz. Men hozir 10 kun yashayman, keyin nima qilaman? Hozir menda 2 kunday bo'pti, 2day. 11dayda biz nimaga aylanamiz ekan? Mana bu mahluqqa nima edi nomi? Nima deydi? Har level oshsa o'zgarar ekan. Demak, biz bundan keyin tulka, ya'ni 11-levelda tulkaga aylanamiz. 1dan 10dagacha hozir odam edim, endi bu bo'ldim. O'sha mana shaman men. Mini big. Keyin shu nimada qo'yga aylanaman ekan. Shep. Mini shep. Kichkinasi, kattasi emas. Keyin nimaga aylanaman ekan? Nima dedi? Molga. Keyin qo'yga. Keyin ko'rshapalaymi? Nima? Keyin sekin kattalashar ekan. Ha, tushundim. Ana bizning nechinchi kunimiz ekan endi bu. Ko'rib chiqaychi. 2day. Shuning uchun men cho'chqaga aylanaldim-ku. Bularni olamiz. Shuni men bilardim. Umuman jonimni ketkizmaslikka harakat qilishim kerak. Gullar beka kim chiroyli ekib qo'ydik ana. Biz qanaqa hayvonlar topa olamiz ekan. Menga qiziq, bog'da shaharga o'xshagan joy bor ekan. Sandiqning ichida balkim narsa bo'lar. Chiqib kechqurun zombilar bo'lmasa bo'ldi. O'lmasligim kerak. O'lmasligim. Padarigalar, qayerga ketyapsan? Tomga ham chiqsa bo'lar ekan, padarigalar. Betlarga nimalar bor? Uzr. Og'zimdan chiqib ketdi. Padarigalar. Nima chiqib olmayapti? Ko'tiga tiqib mangirabdi. Nima chiqib olmayapti bu? O'tirib chiqmasam kerak har holda. Yemayo. Ha, padarigalar. Yemayo, bu nima bu? Yezimda yo'q. Axir men cho'chqaman-ku. Ha, iplos. Ikki qanday chiqsam bo'ladi? Sakralamanmi? Ha, sakrasa bo'lar ekan. Ye. Vo'zuru, a? Biz kirib ketalamizmi bu yerda? Mini cho'chqaman-ku, nimaga? Bilasizlar. Ammo jon haqiqatan kam. Vo'g'man deb qo'y bitta menga. Bir dona faqat menga vo'g'manda, jiyan. Vo'g'amasanda o'zi. Yetim o'tirib shartmi? Yerda bizni lo'q qilmoqchi edi. Ammo bilib qoldik lo'qligimizni. Haqiqatan lo'qmiz biz. Haqiqatan. Kirish joyidan kirmasdan kirish joyidan kirdik. Mana devon bor ekan mana, agajallar. Ammo ana to'sib qo'yish kerak. Kirmaydi hech kim. Hech kim yo'q bu uyda. Padarigalarni qo'yishni kim o'rgatgan-sizlarga? Haqiqat dadalang bo'lmasin. Men daraxtga olib kuchayishim kerak. Eslatib qo'ymaysizlar, deb. Biz o'rganamiz o'zimiz narsa yasashni. Maka padarigalar. Qayerga kirib qiladi? Ha, versak. Qayerga qo'yib turib maydalab olamiz. Endi buni taxtani olib, yo'q. Padaringilarni ko't.
Mana shu yarmini olish kerak edi, 8 ta. Versdagi ham bir o'lim sanga ajoyib ekan. Qo'yishni bilaman, qayerga qo'yishni. Biz taxtagacha kuchayishimiz kerak. Men esimda yo'q, uyi. Mana nima? Bu nima? Kaltak. Nima? What? Vash ajoyib narsalar qilsa bo'lar ekan. Qoyil qoldim. Padarigalar mana shu toshli kirkan olib turib. Bitta tapor yasab olsak yaxshi bo'lardi. Tapor ham yasaldan. Bersak kerak qoladi. Bo'laverish kerak. Ha, aytgancha obuna bo'lib, like bosib unutmang. Agar shu videoga 100 ta like yig'sak, men bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Mayli 100 ta ham emas. 10 ta qilaylik shu like-ni, 10 ta dona. Ko'p emas. Ikkinchi qismi albatta 20-sigacha bo'ladi. 20-si levelda o'sha quyon bo'laman menimcha. Ha, bu Minecraft g'alati emas, ajoyib ekan, ajoyib. Shunisi ham yo'q, tamom. Bu nima toshmi? Tosh ekan shekilli. Ama buni Minecraftda anchadan beri o'ynamaganman. To'xtanglar. Bitta g'oya keldi esimga. Mana bitta 100-levelni ko'rib chiqaylik, 100-levelni. Oxirida biz dragon yaxshi. 96-levelda biz Wardenga aylanamiz. Shunisi muhim. O'shaning uchun bizga obuna, like kerak, ajoyib. Ashay zo'r narsalar bor ekan. Shu 100 kun yashasak, biz Biglin haligi menimcha buni tushundim men tushundim. Vizor yaxshi. Bu videoga obuna va like bosish esdan chiqmasin, bo'lmasa videoni ko'ra olmaysizlar. Buni ko'rib o'zi ajablanib turgandirsiz. Buni Telegram modi, Bax Minecraft modis deb yozsangiz chiqadi. Bax boshi bittasi katta harf, qolganlari kichkina. O'sha boladan qidirsangiz bo'ladi. Men ham 53 megabaytga shuni tortdim. Keyin yangilashim 486 megabaytga yangiladim. Shu mehnatim uchun bitta like bilan bitta obunaga arzimaymanmi? Arzimaysan degan bo'lsalaring, afsuslanasizlar. Shuncha mehnatim ketdi, qancha kutdim buni. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Bitta obuna tugmasini bosish shunchalik qiyinmi? Hey, inson deb. Ha, xohlasalaring obuna bo'linglar, xohlasalaring like bosinglar. Men bu videoga qancha mehnatim ketdi. Boshida haligi 21-versiyadaligimda shu rosa o'tish qiyin bo'ldi. Tortdim ham shu kirmadi, asabga tegdi. Bu menimcha shunga tushar ekanda 26-versiyada hamma hayvon kichkinlashar ekan-ku. Bunga kichkinlashish kerak ekan. O'shanga menimcha nimalar yesam bo'ladimikan men? Padaringga lanat. Yeb olmay ekan. Cho'chqa tovushim kerak men. Men bitta narsa qilishim kerak aytgancha. Buni olamiz versdagi. Hali nastroyka ham qilishim kerak. Yana qaranglar, katta-yu siqoryapti odam. Siqoryapti deyman, juda zo'ri baribir bo'lmaydi. Branjilitlari g'alatimikan? Ammo g'alati ajoyib ekan. Almazni qaranglar. Voy be, zo'r va taxta yasab olamiz birinchi o'rinda. Keyin bu toshligidan
bitta bunni. Yaxshimi degan savol bo'lsa kerak. Video qancha mehnatım ketdi, o'shanga obuna, like bosib qo'ying. Video tugadi.